Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan bu hafta diqqatingizda bo'lgan xabarlarimizning asosli mazmunlarini tanishtiramiz. Bu hafta diqqatingizda Amerika Janubiy dengizda Xitoyga uchuq raqobat e'lon qildi mavzuli xabarimiz. Hammalarga ma'lumki, Xitoy uzundan buyon mening deb ushqut qilayotgan Janubiy dengiz rayoniga Amerika dengiz armiyasi USS Lassen nomli harbiy paraxoti bu rayonga kirdi. Bu haqdagi xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'rta Osiyo davlatlarida elib borgan ziyoratlari haqidagi xabarimiz. Yaponiya bu ziyarati orqali Xitoyga bu rayonda Xitoy bilan raqobatga tushmoqchimi? Shundaqla Germaniya bosh ministri Merkelning Xitoy ziyarati haqidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Merkelga bu ziyoratdan burun Germaniyadan nurg'un takliflar bo'lingan Xitoyda kishilik huquq masalasini ochiq oshkor tilga olish masalasida buni qila oldimi yo'q, bu xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Shundaqla Xitoy dunyodagi internet erkinligi qamal qilingan eng nachar davlat bo'lib, ya'ni bu shaklda baholandi. Hammalarga ma'lumki, Xitoy axborot bu internet uchur xalqninki axborotga uchurga erishish masalasida eng cheklaydigan, eng qattiq besim ishlatgan davlat qatoridan o'rnida baholandi. Bu va buningdan boshqa xabarlarimiz, shundaqla xabarimizningki muhim xabarlarimiz haqida mutaxassislarimiz bilan elib borgan ziyoratlarimiz, maxsus ziyoratlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Ana til yasasi va Qur'on kurslarida yangi mavsumliq o'qish boshlandi. Ma'rif jamiyatining Istanbulning Zaytinburnu va Safaköy rayonlaridagi Uyg'ur ana til yasasi va Qur'on kurslarida yangi mavsumliq o'qish boshlandi. İstanbulning Zaytinburnu va Safaköy rayonlaridagi Uyg'ur ana til yasasi va Qur'on kursida yangi mavsumliq o'qish boshlandi. Istiqlol televiziyamiz İstanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining qarmog'idagi Zaytinburnu va Safaköy rayonlaridagi ana til yasasi va Qur'on kursini yangi o'qish mavsumi munosabati bilan ziyorat qildik. Ziyorat jarayonida yasli va Qur'on kursi o'qituvchilaridan o'quvchilarning o'rganish va boshqa faoliyatlari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Zaytinburnu yasli va Qur'on kursining mas'uli Xurshida xonim o'quvchilarning ahvolini qisqacha tunishtirib o'tdi. Zaytinburnuda yashayotgan Uyg'ur muhojirlarining farzandlariga ona til o'rganish va Qur'on savodini chiqarish, islom haqida dastlabki bilimlarni o'rganish sharoiti yaratib berish maqsadida qurilgan ona til yaslisiga Uyg'ur farzandlari qabul qilinish bilan bir vaqtda atrofdagi aholilarning ehtiyojini nazarda tutib, ma'lum sonda turk va o'zbek o'quvchilarga ilingan. Xurshida xonim bu mavsumliq o'qishning 28-sentabr boshlanganligini, maktabda 86 nafar o'quvchi borligini bildirdi. O'quvchilarga odatdagi dars kunlarida Qur'on, hadis, payg'ambarimizning hayoti, adab, axloq, rasm sizish, son sanashni o'rgatish qatorliq Uyg'urcha va turkcha darsliklar o'rinlashtirilgan. Balalar mavsumda bir qatim maxsus sayohatga o'rinlashtirilgandan boshqa yana har xil tashkilotlar uyushtirgan balalarga foydali bo'lgan faoliyatlarga qatnashtirilgan. Biz de Türkistan Ma'rif Derneği Zeytinburnu şubesinde bu yılki okuş mevsimiga 9 ayının 28 2015 tarihinde başladık. Bu yıl okuyucularımızın sani 85 bulup, bu perzentlerimizin 68'i Uygur, 6'sı Türk, 12'si Özbek perzenti. Bu yılki derslerimizde Kur'an dersi, İğarlık, edep, ahlak, hadis peygamberimizin hayatı, koşumcu Uygurca ve Türkçe derslerini teyarlap, perzentilerimizin en yaxşı şekilde yetiştiriş için tirişimiz. Safaköy ana til yasisi va Qur'on kursiga elib borgan ziyoratimizda bu yerda tarbiyalanayotgan farzandlarning faoliyatlarini bevosita ziyorat qildik hamda yasli va Qur'on kursining mas'uli Rana xonimdan ahvol egalladik. Rana xonimning tunishtirishicha, bu yasli va Qur'on kursida hozir 105 nafar o'quvchi bo'lib, ular 2 guruhga ayrilgan. 4 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar bir guruhga bo'lib, ularning 25 nafari Uyg'ur, 40 nafari Türk ekan. İkinci guruhga 6 yoshdan 13 yoshgacha bo'lib, hammasi qiz o'quvchilar ekan. Yosh saviyasi bo'yicha darslik programmasi ayrilgan bo'lib, kichik o'quvchilarga haftalikdan darslik, Qur'oni Karim o'qish, diniy ibodat qoidalari, adab, axloq, payg'ambarimizning qisqacha hayoti, ona til va matematika bilimlari o'rgatilgan. Zikin sinash faoliyatlarida bolalarning aqli iqtidorini oshiradigan har xil o'yinchoqlarni yasash, sezish, qo'rashtirish faoliyatlari va bolalarni jonlantiradigan harakatlik faoliyatlar o'rinlashtirilgan. Ikkinchi guruhdagi qiz o'quvchilarning darslik doirasi keng bo'lib, har kuni tartibli holda Qur'oni Karimni tartibli o'qish va yodlab berish. Fiqh darslari, 40 hadisni yodlash, islom axloqi, payg'ambarimizning tarixi, Allohning 99 ism sifatini bilish, ona tilimizni o'qish, tushunish,
va turk tilidan darslik qatorliq programmalar o'rinlashtirilganligini bildirdi. Shundaqla bu maktablarda yana o'quvchilarning tushlik tomoqi beriladigan bo'lib, tozalik va o'quvchilarning sog'lomligiga alohida ahamiyat berilgan. Sharq Turkiston Xitoyning elektr ko'mir bazasiga aylangan. Sharq Turkistondan 9 oyda Xitoy o'lkalariga yetkazilgan tok 22 milliard kilovat soatdan eshib ketgan bo'lib, bulturqi shu mezgildagidan 80,66% ko'paygan. Xitoyning Tangritog' to'rining 27 oktyabr xabar qilishicha, bu yil 9 oyda Sharq Turkistondan sirtqi yetkazilgan tok miqdori 2 milliard kilovat soatga yetgan. Bunun ichida Qumul Jingju oraliqidagi turaqliq tok yetkazish liniyasidan yetkazilgan tok miqdori 1 milliard 800 million kilovat soatga yetib, bulturqi shu mezgildagidan 92,45% ko'paygan. Bunun bilan bu yil 1-oydan 9-oygacha Sharq Turkistondan sirtqi yetkazilgan tok miqdori 22 milliard 400 million kilovat soatga yetib, bulturqi shu mezgildagidan 80,66% ko'paygan. Xitoy Sharq Turkistonning tokini ichkiri o'lkalarga yetkazish siyosatini yo'l qo'ygandan buyon hozirgacha Qumulning janubidan Xitoy Jingju shahrigacha bo'lgan 800 kilovoltlik yuqori besimli turaqliq tok yetkazish liniyasini asos qilgan 4 qaytlanma liniya shakllangan bo'lib, tok yetkazish miqdori 13 million kilovatga yetgan. 2011-yili Sharq Turkistonning tokini sirtqi yetkazish boshlanib, bu yil 9-oyning oxirigacha Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga o'g'irlangan umumiy tok miqdori 45 milliard kilovat soatga yetgan. Bu Sharq Turkistondan sirtqa 13 million 600 ming tonna o'lchamli ko'mirni to'shig'anga teng bo'ldi ekan. Xabarda aytilishicha, Sharq Turkiston Xitoyning ko'mir elektr bazasiga aylanib, Xitoyning energiya bexatarligiga kapolatlik qilib kelgan. Sharq Turkistonning boylik va strategik ahamiyati qancha muhim bo'lgan sari Xitoy Uyg'urlarga bo'lgan assimilyatsiyasini va diniy siyosiy besimlarni oshirmoqda. Türkiye'nin Kanal A televiziyasida Sharq Turkiston masalasi kun tartibga keldi. 28 oktyabr çarşamba günü Türkiye'nin nüfuzluq televiziya kanallaridan Kanal A televiziyasida Yevropada açılgan Uyghur kişilik hukuk ve dini erkinlik körüşü yığınının ruhi Naq Meydan televiziya programması arkalık Türk halkıga yetkazildi. 28 oktyabr çarşamba günü Türkiye'nin nüfuzluq televiziya kanallaridan Kanal A televiziyasının növbetdeki vaziyat namlıq Naq Meydan televiziya programmasida Yevropada açılgan Uyghur kişilik hukuk ve dini erkinlik körüşü yığınının ruhi Naq Meydandan televiziya programması arkalık Türk halkıga yetkazildi. Bu programmaga mazkur yig'inga qatnashgan doktor Erkin Ahmet bilan Türk jurnalist Sadiq Yalsiz Uçallar Efendi taklif bilan qatnashdi va yig'inning ruhini yetkazdi. Programmada oldi bilan Ankara Universiteti o'qituvchisi doktor Erkin Ahmet so'z qilib, Yevropada ochilgan yig'inning ochilish maqsadi va ahamiyati to'g'risida to'xtaldi. Shundaqla Uyg'urlar duch kelayotgan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, diniy va milliy har jihatdagi besimlarni kun tartibga keltirish orqali dunyo jamoatining diqqatini Uyg'urlarga qaratishni maqsad qilganligini ifodaladi. Ve bu yığının Uygurlarning dini erkinligiga aloqador Dünya Uygur Qurultiyi tarafidan uyushtirilgan tunji qitimliq yig'in ekanligini bildirdi. Programmada Türk jurnalist Faxriddin Damg'a apandi Xitoyning diniy siyosatda qo'shpisliq siyosat yurgizayotganligini bildirdi va tunganlarning diniy ibodatlarini erkin holda ado qila oladiganligini, ammo Uyg'urlarning dal aksicha diniy ibodatlarga cheklama qo'yilganligini, Xitoylar o'zlari loyihalagan asosiy qonunlardagi diniy erkinlik belgilamalariga o'zlari xiloflik qilganligini ifodaladi. Programmada yana Sadiq Yalsiz Uçallar Efendi İlham To'xtining nahaq turmaga qamalganligini bildirdi va İlham To'xtining agar meni o'zi eslib o'lib oldi desa hargiz ishonmanglar deb vasiyat yozganligini, buningdan Xitoyda vaziyatning qanchalik vahimalik ekanligini ko'rib olg'ili bo'lganligini bildirdi va İlham To'xtining Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilishi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Sadiq Yalsiz Uçallar Efendi Turkiyada Aysa Yusuf Aliptekin hayot vaqtida, ya'ni u davrning davlat raisi marhum Turg'ut O'zalning zamonida Sharq Turkiston masalasining har zaman kun tartibida turganligini, ammo navbatda bu masalaning Turkiya kun tartibidan tushib qolganligini, shuning uchun xalq ommasining kun tartibiga keltirish uchun matbuotlarda Sharq Turkistonga aloqador maxsus sahifa ochilishi kerakligini ta'kidladi. Jurnalist Sadiq Yalsiz Uçallar Efendi yana Turkiya parlamenti kishilik huquq komitetini Uyg'urlarga ko'ngil bilishga chaqiriq qildi va Uyg'urlarga aloqador bir qancha turli takliflarni o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Sharq Turkistonlik Uyg'urlar duch kelayotgan kishilik huquq tafsirlanishliklariga qarata bir ish qilish kerak.
ommaviy tashkilotlarmi bu to'g'rida dokument hozirlab munosabatli organlarga taqdim qilishi kerak. Turkiyani asos qilgan holda islom dunyosiga Sharq Turkiston masalasini qat'iy holda anglatish kerak. Tashqi ishlar ministrligimi bu masalaga jiddiy qarash kerak. Bo'libmi matbuotlarda va jurnalist do'stlarimning bu masalaga ko'ngil berishini talab qilaman. Turkiya Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasi asosli bir masala bo'lishi kerak. Turkiya rahbarlarining bu masalada xato qadam bosmasligi uchun Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining davomli dokument hozirlashi, yig'in marosim, har xil faoliyatlarni uyushtirishi, xalq ommasiga Sharq Turkiston masalasini anglatishi kerak. Doktor Erkin Ahmad Uyg'urlar bilan Kurdlar o'rtasidagi o'xshashmaydigan farqlar o'rtasida to'xtalib mundaq dedi. Uyg'urlarning haqiqiy millat vakili yo'q. Iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sohalarda Uyg'urlarga o'rin berilmaydi. Xitoy Uyg'urlarga 2 va 3 sinf muomalasi qildi. Ya'ni chetga qoqidi. Ammo Turkiyadagi Kurdlarning har sohada erkin va yuqori o'rinlarga erishish imkoniyati bor bo'lib, ularga ayrimchilik qilinmaydi. Uyg'urlar assimilyatsiya bo'lish xavfiga duch kelyotdi. Kanal A televiziyasining programma riyosatchisi Sodiq Yalsuvchanlar apandi so'zining davomida yana Uyg'urlarning kishilik haq-huquqlarining ig'ir darajada dafsanda bo'layotganligini, asosiy qonundagi haq-huquqlaridan mahrum holatda yashayotganligini bildirib mundaq dedi. Sharq Turkiston xalqi bugun Xitoyning ig'ir, shiddatli bostirishi ostida. Asosiy qonundagi eng aqalli kishilik huquqlaridan mahrum qilingan. Diniy ibodat erkinligi oyoq osti qilingan. Dunyoning ko'z oldida bo'layotgan bu zulmga qarshi turish vijdon sohibi bo'lgan har kishining burchidir. Assalomu alaykum, hurmatli Seyittum Turk apandim. Va alaykum assalom. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Hurmatli Seyittum Turk apandim, hamda sizmi yaqinda shu Yevropa parlamentida ochilgan Uyg'urlarning diniy erkinligini qo'g'dash yig'ini qatnashib, shu yerda bu 22 oktyabrdan 24 oktyabrgacha ochilgan bu yig'inga qatnashib keldingiz. Bu yig'in hamda 20 ga yaqin davlatdan nurg'un siyosiyalar bo'lsin, diniy olimlar bo'lsin, tadqiqotchi, mutaxassislar bo'lsin qatnashdi. Siz yig'inga boshdan oxir qatnashdingiz. Bu yig'inda ham Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'rinlashtirib, vakolatsiz millatlar tashkilotining sohibxonligida elib bordinglar. Shu yig'in haqida oldi bilan men sizga yig'in haqida bir ma'lumot olgan bo'lsam. Rahmat sizga. Siz yuqorida degandek 22-24 oktyabr tarixlari arasida 3 kun Yevropa parlamentida Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarininki Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan terrorizm, atalmış radikalizm yoki bölgünçülük qalpıqı bilan qanday qirilib o'tganligi, qanday yo'q qilinib o'tganligi bu hammamizga ayon. Shuni asos qilgan shaklda Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarininki ham diniy erkinligi hem xalqaro qonuniy jihatdan bo'lgan bisim mushu temi qilingan shaklda 3 kunlik bir ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu yig'in biz 2 yilni yaqin bu yig'inni planlab kelgan. Lekin buning iqtisod masalasi hem o'rin masalasi, qayerda o'tkazilganlik masalamiz bizning oldimizda bir to'solg'i bo'lgan. Bu ikki masalani yechdik. Bizning ko'nglimizdagi orzuyimiz aslida bir islom dunyosida, bir islom davlatida shu Sharq Turkiston musulmonlarininki diniy erkinligi ustidagi Xitoyninki zo'ravonligi va qirg'inchiligini bir islom dunyosiningki bir islom davlatida o'tkazish planimiz bor edi. Afsus buningga hech qanday bir islom ülkesi, bir Müslüman devlet sahipxonlik qilishga buningga biz bilan kelishamiz, maslashamiz. Biz bu şu jihatdan albatta birinchi qitimki yig'inimizni Yevropa parlamentida o'tkazishga majbur bo'ldik. Bu yig'inimizningki inshaalloh ta'siri, buningki unumi inshaalloh kelar yig'inimizni islom dunyosida ishga, bir islom davlatida ishga bizni mecburlayatdı. Ümidimiz şu ki Şark Türkistan'da Xitayninki Müslümanlara, Uygur Müslümanlara kılıvatkan bu bisim, bu kırgınçılıkını İslam dünyasına tanıştırış arkalık İslam dünyasının Şark Türkistan'a boğan hiçtaşlıkını, kızıkarlıkını ve alakasını küçeytiş ve şu arkalık İslam dünyası ile Xitay arasındaki bu sahte işbirlikinin sahtı dostluqninki paş qilinishi ve İslam dünyası bilan Xitoyning hech qachon bir ittifoq, bir strategiyalik do'st
ya müttefik bulanmaydıganlıkını ispatlaş. Bununla tirişimiz inşallah aldığımızdaki yıl bir İslam ülkesinde bu yığınla içi planımız var. Köptün köp rahmet, yaxşı məlumat verdiniz. Rahmet. Ben rahmet eğitimen. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu vakti yine Türkiye Ankara Üniversitesi Til ve Tarih Coğrafya Fakültesi okutukçusu Doktor Erkin Ahmet bilen söhbet edip varımız. Özü hazır Ankara'da bizge telefonumuzda. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Hürmetli Doktor Erkin Ahmet aldı bilen ziyaretimizi kabul kılganlığınız için köptün köp rahmet etimiz. Ben rahmet ettim. Doktor, siz bu Avrupa Parlamenti'de içilgan 22 Oktyabrdın 24 Oktyabirgacha Avrupa Parlamenti'de içilgan Uygurların dini erkinlikini qoğdaş yığınıga qatnaşıp geldiniz. Muşu yığınga albatta 20'ge yaqin devletten nurgulgan tadqiqatçılar, dini ulamalar, mutaxassislar degandek alimlar qatnaşkan boldu. Muş yığın haqida sizden bir ma'lumot olgan bo'lsam aldidan. Bu uzun yıllardan bu yan, yani 2-3 yıldan bu yan bunda Hoş. bir yığın iç fikri, bazı teyarlık hizmetleri elip verilevataptı. Ahırdan da bu yıl 10. ayınınki 22. günden Hoş. 24. günü geçe Avrupa Parlamentosu da Şarkı Türkistan'da dini erkinlik ve Uygurların insan hakları mücadelesi namıda bu yığın çağırıldı. Ama bu yığında 20'dek devletten kelgen 80 etrafında kişi bu yığın katlaşkan idi. Bunların içinde 60 etrafında kişiye dokulat verdi bu yığında. Hoş. Bence bu yığınınki en mühim bir tarafı hem de hazır vaziyet sizge ma'lum Şarkı Türkistan'da ait eğer bulup mu şu dini cihetten dini erkinlik boğulukluk ondan başka şu kültürel yani til mani kılıngan hazır. Şu an bunda bir vaziyette Şarkı Türkistan'ın vaziyeti bağın sıra eğirleşmatkan bir vaziyette bununki çağırılışın ait ehemmiyetli oldu. Bu yerden de Şarkı Türkistan'daki insan hakları depsendiciliği her cihetten tepsili ispatlabilen bu yerde oturuğa koyuldu. Hem Avrupa'daki en çok insan hakları teşkilatlarının ki küpü bu yığınga katlaştı. Bu yığında hemmesi hatırlandı. Bu yana bir katım hem Avrupa'da hem dünyanın arka yerlerinde Şarkı Türkistan meselesinden bulup mu Şarkı Türkistan'da ki Uygur Müslümanlığı elip verivatkan dini besim yeni bir katım dünyanın gün tertibiga kelgen oldu. Bence naiti ehemmiyetlik, naiti mühim bir yığın oldu dep oylayman. Köptün köp rahmet ziyaretimizi kabul kılganlığınız için. Ben rahmet ettim, rahmet. Yaponiya O'rta Asiyada Xitoy bilan raqobatga tushdi. Yaponiya O'rta Osiyo davlatlari bilan 26 milliard Amerika dollarlik savdo kelishimi imzoladi. Mutaxassislar Yaponiyaning O'rta Osiyo rayonidagi ta'sirini oshirish orqali Xitoyning o'rnini olishga tirishganligini ilgari surdi. Yaponiya axborot vositalarining xabar qilishicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va savdo sanoat vakillari 28 oktyabr chorshanba O'rta Osiyo davlatlariga bo'lgan bir haftalik ziyoratini oxirlashtirgan. Bu qatimqi ziyoratda Yaponiya O'rta Osiyo davlatlari bilan 26 milliard Amerika dollarlik savdo kelishimi imzolagan. Bu qatimqi ziyoratda energiya sohasida imzolangan kelishimlar diqqat tortdi. Mongoliya ziyarati bilan boshlangan bu qatimqi O'rta Osiyo safarida O'rta Osiyo davlatlari bilan zo'r so'mlik energiya kelishimi imzolagan. Yaponiya Turkmaniston bilan 18 milliard dollarlik neft va tabiiy gaz kelishimi imzolash bilan birga O'zbekiston bilan mo neft va tabiiy gazga aloqador 8,5 milliard dollarlik kelishim imzolagan. Shinzo Abe Qozog'iston ziyoratida energiya manbalariga ahamiyat bergan. Yaponiyaning Qozog'istonda qurilgan yadro elektr stansiyasining qurilishiga yordam beradiganligi qaror qilindi. Shinzo Abening bu ziyoratida Yaponiyadagi oldingi qatordagi 50 shirkatning vakillari uningga hamroh bo'lgan. Yaponiya hay'atining O'rta Osiyo safari haqida to'xtalgan Qirg'iziston xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Zakir Chotayev Yaponiyaning O'rta Osiyo rayonidagi ta'sirini oshirish orqali Xitoyning o'rnini olishga tirishganligini ilgari surdi. Yaponiya Qirg'iziston bilan 120 million dollarlik ul asliha kelishimi imzolagan. Mutaxassislar Yaponiyaning bu davlatlarning energiya yushurun kuchiga ahamiyat berganligi uchun energiya manbasi mo'l bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'iston bilan
ul asliha kelishimi imzolaganligini bildirdi. Qirg'iziston Dalil Plus analizchilar klubining mutaxassisi Maris Sariyev G'arb Yaponiyaning vasitasi bilan Xitoyning O'rta Osiyo orqali Kaspiy dengizi neft zapas miqdoriga ega bo'lib olishini to'sishga tirishyapti dedi. U yana Yaponiyaning Turkmaniston va O'zbekistonga salgan necha 10 milliard dollarlik mablag'larning Xitoyning Ipak yo'li qurilishiga qarshi elib berilganligini ilgari surdi. O'rta Osiyodagi ma'lum davlatning rahbari Shinzo Abega garchi iqtisodiy kuchli bo'lgan Xitoy bilan munosabat qilishga majbur bo'lsak-mu, lekin Xitoyga ziyoda tayinib olish yaxshi emas degan. Shinzo Abega hamroh bo'lib borganlarmi har qaysi davlatlarda Yaponiyaga ahamiyat berish o'yining borligini bildirishgan. Germaniya bosh ministri Merkel Xitoyda ziyorati bo'ldi. Kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilar Xitoyda ziyorati bo'layotgan Germaniya bosh ministri Angela Merkelni Xitoyning kishilik huquq tajovuzchiligini oshkora kun tartibga keltirishga chaqirdi. Kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilar Xitoyga ziyorat qilgan Germaniya bosh ministri Angela Merkelni kishilik huquq tajovuzchiligini kun tartibga kirgizishga chaqirdi. Merkel 10-oyning 28-kundan 30-kunigacha elib beriladigan Xitoy ziyoratini boshladi. Ikki davlatning suhbat kun tartibida iqtisod masalasidan boshqa yana navbatdagi Suriya vaziyatimi bor. Xalqaro kechirim tashkiloti Germaniya bo'limining bosh kotibi Salmen Kaliskan Merkelga chaqiriq qilib, Merkelning Xitoy ziyoratida kishilik huquq masalasini oshkora o'ttirg'i qo'yishini kutilganligini bildirdi. Kaliskan Xitoyning barg'ansiri yomonlashayotgan kishilik huquq ahvoliga bo'lgan noroziligini bildirdi. U 2013-yili Xi Jinping rahbarligidagi yangi bir navbatdagi hukumat taxtga chiqqandan buyon biz Beijingning kishilik huquq erkinligiga bo'lgan cheklama va besimlarni kuchaytirganligini ko'ryapmiz deb tanqid qildi. Shuning bilan bir vaqtda Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xalqaro kechirim tashkiloti va Tibet tashkilotlari Merkelga maktub yo'llab, Xitoyda uchuq shaklda kishilik huquq chaqiriqi o'ttirg'i qo'yishini talab qilgan. Merkel bu qitimqi ziyoratida Xitoy raisi Xi Jinping, bosh ministr Li Keqiang bilan ko'rishgandan boshqa yana Xitoyning Anxuy o'lkasida o'tkazilgan Germaniya-Xitoy iqtisod yig'iniga qatnashadigan. Yig'inda Iran yadro masalasining muzokara qilinganligi ma'lum. Amerika Janubiy dengizda Xitoyga ochiq raqobat e'lon qildi. Amerika dengiz armiyasining USS Lassen nomli kuchli harbiy paraxoti Xitoy o'ziga tabiiligini ilgari surayotgan Janubiy dengiz rayoniga kirdi. Buning bilan ikki taraf orasidagi jiddiylik yana yuqori pallaga chiqdi. Erkin Osiyo radiosining xabariga ko'ra, seshanba kuni Amerika dengiz armiyasining bir harbiy paraxoti Xitoy o'ziga tabiiligini ilgari surayotgan Janubiy dengiz rayoniga kirdi. Xitoy taraf Amerikaning bu harakatiga qattiq norozilik bildirib, Amerikani ig'vogarchilik bilan aybladi va Amerikaning Xitoy turishq elchisini chaqirtib not topshirdi. Amerika bo'lsa ayblashlarni rad qilib, Amerikaning harakatining aloqador xalqaro qonunlarga butunlay uyg'unligini bildirdi. Buning bilan ikki taraf orasidagi jiddiylik yana yuqori pallaga chiqdi. Amerika dengiz armiyasining USS Lassen ismli kuchli harbiy paraxoti Amerika prezidenti Barack Obamaning tasdiqi bilan Janubiy dengizda Xitoy egilik huquqini ilgari surayotgan rayonda harakat qildi. U Xitoy yasab olgan sun'iy orollarning biriga 12 ingliz mili, ya'ni 21 kilometrcha yaqinlagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligidan berilgan bayonotdan qaraganda, ayni chog'da Xitoy dengiz armiyasi 2 harbiy paraxoti va 1 chorlovchi paraxotni avatib, Amerika harbiy paraxotini darhol rayondan chiqib ketish haqida ogohlantirgan. Biroq Amerika harbiy paraxoti chaqiriqqa quloq solmagan. Amerika harbiy paraxotining bu harakatidan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi Amerikaga qattiq norozilik bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Kang seshanba kundagi bayonotida Xitoyning bu harakatga qattiq javob qaytarganligini, Xitoyning o'z xavfsizligiga ta'sir paydo qiladigan har qanday bir harakatga qarab turmaydiganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi to'rbetida e'lon qilgan yozim bayonotida Amerika urush paraxotining harakatining Xitoyning egilik huquqi va xavfsizligiga, oroldagi xizmatchilarining bexatarligiga ham shundaqla rayonning tinchligi va muqimligiga og'ir tahdid paydo qilganligini bildirib, Xitoyning qattiq noroziligini va qarshiligini bildirdi. Shu kuni kechda Xitoy tashqi ishlar ministrligi yana Amerikaning Xitoy turishq elchisi Max Baukusni ministrlikka chaqirtib, diplomatik not topshirgan. Amerika mudofaa ministrligi bo'lsa, bu vaqtda bergan bayonotida Amerika urush paraxoti Lassenning vazifasini g'alabalik tamomlab, Yaponiyadagi Yokosuka harbiy bazasiga tinch aman qaytganligini bildirdi. Amerika dengiz armiyasi doiralari bugungi bu harakatni Amerikaning Xitoyning sun'iy orollar orqali egilik huquqini ilgari surishiga yo'l qo'ymaydiganligini ifodalab qo'yish uchun kerakli bir harakat edi dedi. Amerika taraf shundaqla bundan keyin harbiy paraxotlarning bundaq safarlarini ko'paytirganligini bildirdi. Xitoy sun'iy orollar orqali egilik huquqini ilgari surayotgan rayonlar
Filippinga intayin yaqin bo'lib, Filippin rayondagi da'vogarlarning biri. Birlashma agentlikning xabar qilishicha, Filippin doiralari Amerikaning harakatini qarshi olgan. Filippin prezidenti Bengino Aquino poytaxt Manilada bayonot berib, Amerikaning harakatini dengiz yo'lining ochiq va ravon bo'lishining, ham shundaqla rayonda tangpuqlikni saqlab qolishning kafolati degan. U Xitoyning ismini aniq tilga olmay turib, rayondagi bir kuchli davlatning o'z beshimchilik bilan ilgari surayotganlari hargizmi javobsiz qolmasligi kerak degan. Janubiy dengizda talash tartishda turayotgan orollar masalasi Amerika Xitoy orasidagi eng muhim masalalarning biri bo'lib qoldi. İki taraf orasidagi tijorat so'mmasi va munosabatlarni yaxshilash to'g'risidagi barliq va'dalarga qaramay, bu masala ustida ikki taraf bir kelishim hosil qilgani yo'q. Hozircha Xitoy, Vyetnam, Filippin, Peruni, Malayziya va Tayvan qatorliq davlat va rayonlar hammasi egilik huquqini ilgari surdi. Biroq Xitoy hozir talash tartishdagi rayonlarning 90%ning yolg'iz o'ziga ta'valikini ilgari surib kelmoqda. Amerika urush paraxotining atalmish Xitoyga ta'va yerlarga kirishi Xitoydagi to'r qo'llanuvchilari orasida kuchli inkas paydo qilgan. New York vaqti gazetining xabar qilishicha, nurg'un Xitoy to'r abonentlari Weibo to'rida va shundaqla Xinhua agentligining munbirida Xitoy armiyasini Amerika harbiy paraxotiga tegishli qaytarma zarb berilmadi deb ayblagan. To'r qo'llanuvchilari Xitoy armiyasining inkasining ojiz kelib qolganligini bildirib, agar sen egilik huquqimizni dafsanda qilishdan qo'g'day olmasang, xalqning bexatarligini qanday qo'g'daysan deb shikoyat qilgan. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi, shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat edib boramiz. O'zi hozir Ankarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Ben rahmet eytime. Oldi bilan so'raydigan savolim sizga doktor, bu haftalarda butun dunyo axborotlarining hammasida nihoyatda qiziq nuqtaga aylangan Amerika'nınki bu deniz armiyasininki USS Lassen namli paraxotininki harbiy paraxotininki Xitoy uzundan buyon menanda ushuqlik qilib turayotgan bu Janubiy dengiz rayoniga kirishi bilan ikki davlat o'rtasida yaşangan bu krizis yani jiddiy. Shunga qanday qaraysiz? Ikkilisi nihoyatda ig'ir gaplarni qilyotdi. Xitoylar nihoyatda chiqanshib gaplarni qilyotdi. Amerika bo'lsa o'zininki nimasini qilyotdi davasini. Siz shunga qanday qaraysiz? Bu qanday bir kriz yuz berishi mumkin oldimizda? Şu 2010'nki 3. aygacha Xitoy şu Janubiy Xitoy dengiz degan 100'den jiq şu araldan teşkil tapkan bir rayon bu ya. Bununki yuqori qismi Mavu aşı yerli halkının tili bile Parasel'deydi ama yukarıdaki kısmını Spratly'deydi, tövendekine, garip taraftakine Parasel'deydi. Şu rayondaki bütün arallar, hemisi meniki de tuğan ama hazır ben diyeceğim bu 2010'daki 3. ayda Amerika'ya uçuklu diyeceğim. Bu rayondaki menpetim milli menpet, yani Xitoyninki yadro menpeti degenden keyinla Xitoy bununla biraz, Amerika bununla biraz norozilik ko'rsatgan. Ve 2010'daki şu 7. ayda şu Janubiy Asya Devletler Hemkarlık Teşkilatı'nın yığınında o vaxtdaki Amerika Taşkı Ministri Clinton hanım bu rayondaki bütün şu katnaş hakları şundakla Amerika'nınki menfaatine alakadar kılgandek şu rayondaki başka devletlerinki menfaatlerine münasebetlik deydi. Ve şununla bu yerdeki cidel çıkışı başladı hem de. Bugün biz görevatkan ahval şu cidelninki bir neticesi hem de. Hürmetli televizyon görüşler, bu ziyaretimizni vaqt münasebeti bilan shu yerda uzishga majburmiz. Tafsilotini to'g'rimizdan ayrim ko'rib olishingizni umid qilamiz. Xitoy Pokiston bilan 8 suvosti kemasi to'xtami imzolagan. Xitoyning Pokistonga 8 suvosti paraxoti sotadiganligi bildirildi. Shundaqla Yaponiyaning Hindistonga zamonaviy suvosti paraxoti sotadiganligi ilgari surildi. Rossiya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping bu yil aprelda Pokistonga elib borgan ziyoratida ikki muhim kelishim imzolagan bo'lib, uning biri suvosti paraxoti setishni o'z ichiga oldi ekan.
Yana biri bo'lsa Xitoyning g'arbiy rayonlarini Pokiston porti orqali Arab dengiziga tutashtiradigan 46 milliard Amerika dollarlik ul aslaha va energiya koridori qurilishi kelishimi ekan. Bu kelishimda Sharq Turkiston muhim o'rin tutadi. Suasti paraxod setib berish kelishimining 2011-yildan buyon elib berilayotganligi bu yil oktyabrda oxirlashib, Xitoyning oldi bilan Pokistonga 8 suasti harbiy paraxod setib berdiganligi mo'ljallanmoqda. Rasxotining 4 yoki 5 milliard dollar ekanligi mo'ljallangan bu kelishim Xitoyning xalqaro qurol bozoridagi muhim qadamlardan biri hisoblanadi ekan. Pokistonning qo'shnisi ham kuchli raqib bo'lgan Hindiston mutaxassislarining bildirishicha, to'xtam shartlarining biri bu suasti paraxodlarning Pokistonning kema zavodlarida yasalishi ekan. Shuning bilan bir vaqtda Yaponiyaning Hindistonga zamonaviy suasti paraxod sotadiganligi ilgari surildi. Xitoy dunyodagi internet erkinligi eng nachar davlat bo'lib baholandi. Xalqaro kishilik huquq organi bo'lgan Erkinlik sariyi 28 oktyabr kuni har qaysi davlatlarning internet erkinlik vaziyatiga doir yillik dokumentini e'lon qildi. Dokumentda Xitoy 65 davlat ichida internet erkinligi eng nachar davlat deb baholandi. Xalqaro kishilik huquq organi bo'lgan Erkinlik sariyi har qaysi davlatlarning internet erkinlik vaziyatiga doir yillik dokumentini e'lon qildi. Dokumentda 65 davlatning internet uchur erkinlik vaziyati baholab chiqilgan bo'lib, Xitoy yana internet qattiq qamal qilinadigan fuqarolarning uchurga erishish erkinligi qattiq dafsanda qilinayotgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Uningda Xitoyning Sharq Turkistonda internetni qamal qilish uchun yo'l qo'yayotgan tadbirlari alohida tilga olingan. Erkinlik sariyi 28 oktyabr kuni e'lon qilgan dokumentda 65 davlatni internetga erishish qulaylik darajasi, internetdagi mazmunlarning kontrol qilinishi, internetni boshqarishga qaratilgan belgilamalar, kimlik ma'lumotlarining xususiyligi va ta'qiblash qatorliq o'lchamlarga asosan darajaga ayrilgan bo'lib, Xitoy internetdagi mazmunlarni kontrol qilish va internet qo'llanuvchilarining uchurga erishish erkinligini dafsanda qilish bo'yicha eng tuban numur elib, 65 davlat ichida internet erkinligi eng nachar davlat deb baholandi. Dokumentda diqqat tortilgani Xitoyning internet erkinlik vaziyatining Xitoyga o'xshash kishilik huquq vaziyati o'xshash tanqidlanadigan, uning ustiga iqtisodiy jihatdan Xitoydan ko'p orqada bo'lgan davlatlardan nachar bo'lishidir. Dokumentning Xitoyga oid qismida aytilishicha, Xitoyda Shi Jinping hokimiyatga kelgandan buyon Xitoydagi internetga qaratilgan kontrol hassilab oshgan. Xitoy 2015-yil yanvardan e'tiboran internet filtrlash sistemasini qaytadan yangilagan, ham shundaqla internetdagi mazmunlarni kontrol qilish, internet va qo'l telefonlardagi aloqalash programmalarini ta'qib qilish va uningga o'z ismi va kimlik nomeri bilan tizimlatish, davlat egiligi va shaxsiy torbat boshqaruvchilarini uchurni qamal qilish bo'yicha tarbiyalash, internetdagi yozmalari uchun qamoqqa ilinishga o'xshash ahvollar ig'irlashib borgan. Nurg'un tor qo'llanuvchilari o'sak so'z tarqitish, tartibni buzish, bo'lgunchilik, ag'dirmachilikqa o'xshash jinoyatlar bilan qo'lga olingan. Dokumentda aytilishicha, Xitoyda internetni umumyuzlik kesib o'tish voqeasi faqat Sharq Turkistonda ko'rilgan. 2009-yildagi Urumchi voqeasidagi 10 oylik internet kesilishdan keyin 2014-yil 7-oyda Yakanda voqea yuz bergandimi, o'xshash ahvol yana butun nahiya bo'yicha takrorlangan. Xitoy doiralari internetni eng cheklaydigani siyosiy sezgurlikka oid temalar, bo'libmi Uyg'ur va Tibet masalasi ham shundaqla Tayvan mustaqilligiga oid temalar bo'lib, Xitoy doiralari odatda bu temalardagi muloyiza qiluvchi to'r qo'llanuvchilarni bo'lgunchilik, terrorlik va yoki jamiyat tartibini buzishga o'xshash jinoyatlar bilan jazolab kelgan. Xitoy doiralarining internetga qaratgan qamali yanada Sharq Turkiston va Tibetda eng kuchli ekan. 2015-yil yanvarda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat maxsus belgilama chiqarib, kompyuter, aqliy iqtidorli telefon va shuningdek boshqa ambarlash asboblari setib oluvchilarga kimlik nomeri va haqiqiy ism bilan setib berishni boshlagan. Hem shundaqla bundaq uskunlarni sotadigan do'konlarni xaridorlarning uchurini shu hamon saqchixonning uchur sistemasiga kiradigan uskuna o'rnatishga majburlagan. Buningdan sirt, hukumat oilari maxsus yasalgan viruslik ilxatlarni bir qism nishonliq ta'qib qilinayotgan Uyg'urlar va Tibetlarga avatish orqali ularning kompyuterlariga so'qinib kirib ta'qib qilish taktikalarini qo'llangan. Suriya masalasi ko'p taraf suhbati davomlashadi. Amerika Davlat ishlari ministrligining bayonotchisi John Kirby 29 oktyabr davomlashadigan suhbatda Suriya vaziyatining muzokara qilinganligi, suhbatga taxminan 12 davlat vakilining qatnashganligini bildirdi. 23 oktyabr Avstriyaning Viyana shahrida Rossiya, Amerika, Turkiya va Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministrlarining bir araya kelishi bilan Suriya masalasida suhbat boshlangan edi. Amerika Davlat ishlari kotibi John Kerry suhbat doirasini kengaytirishni xohlaydiganligini va suhbatning davomiga boshqa davlatlarni taklif qilganligini aytgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi John Kirby bu haqda
29 oktyabr davomlashadigan suhbatda Suriya vaziyatining muzokara qilinganligi, suhbatga taxminan 12 davlat vakilining qatnashadiganligini bildirdi. Suriya prezidenti Bashar Asadning suhbatga qatnashishining planlanmaganligi bildirildi. Amerika uzundan buyon izchil Bashar Asad hokimiyatining taxtdan tushishini talab qilib keldi. Lekin Iran bo'lsa Asadni qo'llab keldi. Hatto askar avatib yordam qildi. John Kirby suhbatning oxirgi maqsadining Suriyaning siyosiy o'tkinchi davrdan o'ngishli o'tishiga yordam berib, Asad hokimiyatini ag'dirib tashlab, Suriya xalqiga mas'ul bo'ladigan va vakillik qila oladigan yangi hokimiyat qurish ekanligini bildirdi. Rossiya bilan Iran bo'lsa Amerikaning Asadni ag'dirib o'tish tashabbusiga qarshi turib keldi. Rossiya Suriya xalqi o'z davlatining rahbarini o'zi saylash kerakligini ta'kidlab keldi. Hozirga qadar ko'p tarafli suhbatlar Suriya ichki urushining davomlashishini to'siy olmadi. 29 oktyabr Parijda o'tkazilgan suhbatga yuqorqi 4 davlatdan boshqa yana Angliya, Fransiya, Germaniya, Iordaniya, Arab Birlashma Xalifaligi va Iron qatnashdi ekan. Amerika Birlashma agentligining xabar qilishicha, Suriya ichki urushi boshlangandan buyon oz deganda 250 ming odam hayotidan ayrilgan. 11 million odam uy makonidan ayrilgan. Afg'onistondagi yer tevrashda o'lganlar soni 300 dan oshdi. Afg'oniston va Pokistonda yuz bergan yer tevrashda o'lganlar soni 300 dan oshdi. 2000 da kishi yaralandi. 26 oktyabr dushanba Afg'onistonning shimoliy qismidagi Badaxshon o'lkasida kuchli yer tevrash yuz berdi. Hozirgacha o'lganlar soni 300 dan oshib ketdi. Yaralanganlar 1900 ga yaqinlashdi. Afg'oniston poytaxti Kabul, shundaqla Pokiston va Hindistonda mo kuchli silkinish ahvoli ko'rildi. Amerika geologiya o'lchash idorasining aytishicha, bu qitimqi tevrashning darajasi 7.5 ball. Tevrash markazining cho'nqurligi 196 kilometr bo'lib, tevrash markazi Hindukush tog'liq rayonida ekan. Yer tevrashdan keyingi 90 minut ichida 2 qitim qalduq yer tevragan. Hindiston poytaxti Yangi Dehlida mo kishilar ko'chalarga chiqib olgan. Bir qism maktab va ishxonalarda tarqoqlashtirish elib berilgan, metro to'xtatilgan. Pokistonning Xaybar Pochto o'lkasida o'lish yorilish ahvoli eng og'ir bo'lib, oz deganda 184 odam o'lib, 1400 dan ortiq odam yaralangan. Afg'oniston amaldorining aytishicha, Afg'onistonda o'lganlar soni 76, yaralanganlar soni 268 bo'lib, bu son davomli eshishi mumkin ekan. Navbatda qutqizish xizmati jiddiy qanot yaydirilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.